Hamma narsa qo'shib ketsam ham bo'lmaydimi? Bu realniy bo'layotgan narsa-da. Ba'zi mijozlar bizda hali bilmasdan turib, boshqa arzon yudirishga berib, yoqmasdan, dog'ini, kirini ketkiza olmasdan bizga yudiradigan holatlar ham ko'p bo'lib turadi. Keyin bizdan natija olishadi. Bo'ladi-da, yaqin kecha ham bo'ldi shunaqasi. Bergan umuman dog'larni ketkiza olmagan, Chilonzorga yetkazib berdi shuni. Rustam aka, ko'chadan qarab olman, gilamni yuvish narxlari hammada har xil, qimmati, arzoni har xil bor. Sizni eshityapman, ayrim korxonalarga qaraganda sizda narxlar biroz qimmatroq ekan. Narxlar hammada har xil. Narxga ta'sir qiluvchi asosiy 3 ta omil bor. Birinchisi to'g'ri kimyoviy vositalardan foydalanish, ikkinchisi to'g'ri texnikalardan foydalanish va uchinchi eng asosiysi malakali mutaxassislardan foydalanish. Nurgul Amish korxonasida eng sifatli ximikatlardan foydalanamiz, chunki bu ximikatlar bizani talab qilayotgan sifatimizga bemalol javob bera oladi. O'sha gilamni har qanday gilamni yangi holatga olib chiqishga xizmat qiladigan ximikatlardan foydalanamiz. Ikkinchisi bu bizdagi texnikalar. To'g'ri, ayrim texnikalarga qaraganda qimmatroq, yaxshiroq, zo'r ishlaydi, chunki biz premium klassda sizlarga taklif qilayotganimiz uchun shunaqangi sifatdagi texnikalardan foydalanamiz. Kimyoviy vositalar zo'r, texnika zo'r, uni to'g'ri ishlatib, to'g'ri foydalana bilolmaydigan mutaxassis bo'lmasa, bu bizga ko'zda turayotgan sifatga umuman erishib bo'lmaydi. Chunki mutaxassis qaysi gilamga qanaqa kimyoviy vosita ishlatish, qanaqa shotkadan foydalanish, qaysi dog' ketkizuvchi vositani sepsa bo'ladi, bo'lmaydi, buni yaxshi biladi. Yaxshi mutaxassisi mehnati har doim arzon turmaydi. Shuning uchun biz talab qilgan sifatni qilib bera olishi uchun biz mutaxassislarga ko'proq haq to'laymiz. Mana shu omilni narxga ta'sir qiladi. Shu sababli bizning narxlarimiz ba'zi korxonalarga qaraganda qimmatroq.